Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadrli cemaat, Allah'ın rahmeti bilen bizning bu fevral oylarımız kelib jeta. Qaysında endi 9-ncha deb aytdik biz anda qarshi olamiz Rajab oyi bilan inshaalloh taala. Mart oyi bunda bo'lajak Sha'ban hamda aprel oyida bo'lajak Ramazon. Bu oylar ul bizning maxsus haram oylar deb atala, lekin de haram degash dege endi bo'lsa ashaklik vaqti bilan tugil, endi ul Alloh subhanahu taolo oylari bilan belgilanib qo'yila. Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida bizga anlatib keta istavudu billah. İnne addete şuhuru indallah 12 şahra fi kitabillah yevme halaqas semavat vel ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim fela tazlimu fihinna anfusakum. Şunaqta Allah subhanahu taoloning qarşısında bor şul oylar qaysilari Allah bilan maxsus belgilangan qo'ysa olar. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab oylari. Ya'ni şul oylar qaysilari Allah bilan belgilangan, hatta Peygamber sallallohu alayhi vasallam islom dinin g'arablarga keltirgan jihatlik, ular endi Rajab oyini hurmat etib kutib turganlar. Nega? Chunki shu vaqtlarda endi sug'ushlar to'xtagan, savdolar ko'paygan, karavonlar qo'zg'algan, bir-biriga qarata sug'ushlar endi to'xtab turgan, hatto g'arablar o'zining sungullaridan temirlarin alıp qo'yganlar, ishlarin, qilishlarin yashirib qo'yganlar, alay bulay Allah'ın qo'shqanina qarshi chiqmaymiz deb. Chunki ular da ishonganlar Allohga, lekin de endi Allohga tengdash ravishida putlarga da ibodat qilganlar. Ana shu sababidan. Lekin u istalik qolgan kim vaqtidan? İbrahim alayhissalom vaqtidan. Alloh subhanahu taolo aytadi, bu dunyolar ali borliqqa keltirilgan jihatlik Allah qarşısında bu 4 ay indi maxsus saqlanmış aylardan buldu. Hem alarda siz günah qıldan saqlanığız dey. Haram degen vaqtda cemaat biz o'z qarşımızga do'ngiz tugel, ishimlik tugel, narsa Allah'ın şiklari, Allah'ın kanunları şu vaqtlarda kelib tushadigan masala. Bor bizni 12 oy qaysında g'odiy oylarda bor. Lekin de maxsus saqlanmış aylar alar bor. Zulqa'da, Zulhijja, Rajab hamda Muharram oylarimiz. Biz endi shularning birisine kelib bosdik inshaalloh taala. Qadrli cemaat, bizning islom dinimizga qonunlashdi. Rajab oyini shulay hurmat etu. Nechik g'arablar ana islom dinine haddi hurmat etdilar. Ni sababdan? Chunki g'arablarning urf-odati tugil cemaat, ul Allohning qonuni. Endi izgi ishda Rajab oyini o'tkariga nasiblardan ilasin. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.